Samarqand ta'lim tarixi ekspozitsiyasi. Ana ichkariga kiramiz. Qadimiy masjid. Yozuvlar yo'q, qadimiy narsalar. Uylar bir. Ana ichki qadimgi cho'ynak. Kimnidir kitobi. Nima ismi? Messi Buxoro kosmos arxitektura. Ana yana narsalar. Yo'q, ancha. Ana kitoblar yana. Ular kitoblarmi? Ana katta ko'za. Ana xom mahsulotlar saqlash uchun XX asrlar Samarqand. Shu oldi video ketyaptimi? Ha? Ketdir. O'zingizda turib. Hoy. Katta ko'za ana kitoblar yana. Ana katta tabaq. Sopol laganlar Samarqand. Ana kirlar katta. Endi ana bergan cho'ynakchalar, ana singan tabaqlar. Ularning parchalarimi? Sopol parchalari. Ana keyin katta qurun, ana Samarqandlik Hattot Abdujalil Ergashev tomonidan Samarqand qog'ozida arab alifbosining sulus uslubida yozilgan tilla usuvi bilan ziynatlangan 302 betdan iborat oltmish sakson sm hajmdan bo'lgan Qur'oni Karim kitob qo'lyozmasi 2020 yil.